Hello bolalar, sizlar bilan yana o'sha Mickey Game bolalar. Bugungi o'yinimiz oddiygina survival bo'lsa qani ketdi. Mana bolalar o'sha o'tib oldik. Asta-sekin salomatmisizlar? Salomat yuribsizlarmi? Yaxshimi? Bizda bo'ladi. To'xta bo'lmas. Mashina berasizmi? Mash kerak bo'ladi-da bizga ko'proq. To'g'ri, bir yarim oydan beri video chiqarmay qoldim. Chunki vaqt degan narsa yo'q bizda. Ishlash kerak, pul topish kerak degandi. O'shaning uchun kecha YouTube'ga kirib qolsam, bir vaqt qarasam, nimagadir bir videoyim keldi, mana video ham olyaptim sekin-asta. Endi bu yog'iga sekin-sekin videoga like yaxshi yig'sanglar, sekin video ham chiqaveradi sekin-asta. Sizlar like, comment degan narsalarni bosib turinglar-da. Axir bu mana shu yog'ochlarni qilib, endi bu yog'iga polniy video chiqaraman. Javob bo'llas. Qaranglar, bitta gap. Erkak bitta gapirdimi, qiladi. Qilmadimi, demak u hazillashgan. Shundaylarmi bolalar, demak? Ne. Voy. Yozsa bu bittada o'ldiradimi? Mana shuni bitta sanab ko'ring. Voy. Bittada o'ldirdimi? Tog'i ikki marta o'ldiradigan narsa. What the fuck? Jonni ko'rasizlarmi? Eng qizi 4-5 ta mod qo'shuvdim. O'shanga sal qochishlar bo'ladi. Uzr so'rayman o'shandan oldindan. Bu narsani bir o'ldirib tashlayveraman. Menga chust emas. Qani nima bor? Bizga tosh kerak, toshga boraylik. Tosh qaziymiz, tosh. Ko'mirchi. Lamalar. Hatto ko'mir ham bor, to'xtada. Yo'q, mana yana bitta ko'mir, to'xta. Mashina qo'yamiz, buni ochamiz. Hop, bo'ldi. Bu kerak emas, mashina kerak bizga, to'g'rimi? Hozircha bu kerak bo'ladi. Bundan keyin mana anchadan beri Minecraftga kirmaganimni tez chopfatdim. Menga refleks bo'libdi. Anchadan beri telefonni ham ancha zo'rg'a ko'ratudim. Vaqtim bo'lib. Endi sekin bu yoqqa 2 kunda, 4 kunda video chiqib turadi. Lekin sizlar obuna yoki like bosmasizlar, lekin bolalar o'shanisi emas. Mayli lekin. Sizlardan kutib qolaman, chiqarsanglar kerak, to'g'rimi bo'ladi? Voy, chiqaringlar. Like bosinglar demoqchidim. Chiqaringlar debman mana. Bu yaponiy video bo'ldi. Obuna va like bos qo'yamsizlar. Bolalar dushi. Oldindan rahmat lekin. Meni hurmat qilsanglar, bo'ldi bosib qo'yinglar. Komment ham yozib ketinglar. Keyingi videolarim qanaqa bo'lishini, nima mod qo'shishimni aytinglar. Shunaqa mod topib, harakat qilib topaman emas, qilaman. Qilib video chiqaraman. Ungacha sizlar, sal-qolti qilib bo'lardi. Ungacha sizlar bo'nglatib tursanglar videolarimni, bo'ldi. Qo'yam besplatno ko'zimni yumib qilib tashlayman hamma narsani. Bo'lsam davay ozgan kuchaygandan keyin videoni yoqaman yana. Mana bolalarni kun chiqyapti. Boyadan beri yurib, mana hech narsa topganim yo'q. Bu yo'q. Ovqat ham yo'q. Mana hamma joyda zombi mana. Bir ursam uxlaydi. Haqlab kelaveradi hammasi oldimga. Kechasi bilan men qulab chiqdi. Ara. Adashmasam. Opa, jiki, opa.
Davay bola, davay. O kuchi. Yana kerakmas kuchiga atak. Oho, nechta berdi? 16 ta berdi, 81 ta berdi. Shunaqa yo'q. O, to'q. Endi nima kerak? Yana to'q. Endi sal buyoqroq o'tamiz-da. Kakkiriz mana yana. Oldi olamiz, ketaveramiz endi mana shu tomonga qarab. Men qizim hali ovqat yeganim yo'q. Dol 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 dol. Lol 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 lol. Bunga qo'yamiz. Voy bu ko'payib ketibdi. Hop. To'xta bo'ldi. Ovqat ustida o'tirib bo'lmaydi, oldida o'tiramiz. Yeah. What the fuck? Nima bu? Uy. Sandıqning ortidan ichi. Uy. 3-4 ta kerak, nima yo'q. Afsidim bor ekan. Kerak bo'ladi, bu ham kerak bo'ladi. Bu ham kerak bo'ladi, bu ham kerak. Mayli, bir joyga kerak qo'yib afsidim. Ye. Yerostga uchamizmi bular? Ha, bu kerak. Tushmaymiz. Bu lasujdayu. Sakrab o'taman. Chumi. Va anaki. Yo'liga yoqibdi. O. Qo'lini to'ydirdi. Hoppa, kerak emas bu. Ketdi. Bundagi voy bu ovqat to'lg'etibdi anaqamda. Mana ko'mirni ishlatamiz. Bitta ko'mir ishlatib mana hammasiga. Bitta ishlat. Naki bo'ldi. Zo'r chiqdi lekin mushning chiqdi o'tdan. O'zim ham bilmadim uni chiqqanini. Bunlar buni qolmadi, ketdi, buni olamiz. Ha. Cho'chqa. Hal 9 ta var ya mashina. Nimaga mashina meni o'ldiraman deb o'ylaydimi? Nima unaqa? Bitta bo'lsa hammasi 64 ta bo'lib ketibdi. Tiqilib yotibdi. To'xtadi. Hozir qani Verstak almashtiramiz, qo'yamiz. Menga 3 ta kerakmi? 3 ta olamay oyoq kiyimmi? Shit olaman. Temirim bor ekan. Ana shit. Endi bitta karavatan kerak bo'ladi. Endi desam mash. Tamam mash. Nechta yetmasa, 2 tagina yetmabdi. 3 tanga 2 tagina yetmay qoldi. Bo'ldi, buni olamiz. Ketamiz mashinaga hozir. Ona yomon charchadi, buni kutaverib. Voy, bir joylarga ketib qoldim. Bo'ldi, ketdi.
Yo'li ketdik, короче. Ketdik, короче. Qani nima bor ekan bu yerda? Topish kerak, qishloqmi, bir narsami? Trum tudum. Di. Trum tudum. Di. Trum di. Trum di. Ya tushib ketdim. Tru di. Tru tring. Nima bor bu yerda? Sekinroq tushib ketdi. Dumalab ketdi. Qani bu yerda nima bor? Suv bo'lsa katta dengiz. Bildim. Mandagi folbin yo'q, короче. O'tmasam-ekan. O'tkim kelyapti-yu, lekin ko'p vaqt ketadi. Hozir o'taman. Aniki. Shitim bormi? Shit. Qishloq yo'qmi? Yo'q, qishloqmasa qishloqqa o'xshab olma. Qishloqlar uyim to'g'ri. Yo'q ani. Qachon chiqaman yo? Fay bilan to'g'ri to'g'ri gapman. O'zi boya ani-yu. Nima bo'ladi? Hozir o'shani o'rtasiga kiraman. Mana shu toqqa chiqqanimdan keyin videoni yoqaman. Mana bolalar o'zi tepaga ham chiqib oldim mana. Shuncha yo'l yurib chiqishga chiqdim. Mana vay chiroyli. Ko'rasizlarmi? Shunaqa tabiat chiroyli bo'ladimi? Kim buni pasi ham bor ekan. Pastga qarab ketgan tomoni ham. Mana pastda. Past tomonda. Asta. Sekin. Fuh, ot. Как раз. Mamamga qarabdi, Mount. Ko'rdinglarmi manchalik to'xtadi. Yo'q, menga boshqa joy. Musor to'kvarida, musor kerak emas. Kerak emas. Qo'ygan kerak qolar qanot. Men musor. Voy. Belay. Ana sizlarga o'ldirib qo'ydim. Sal tegib ketdim. O'lib ketdi. Endi nima bor ekan bu yerda? Bo'ldi bu yo'q, короче. Menga uy quraman, pastga uy quraman. Yetib olib pastga tushib olay. Mana bola tushib oldimmi tepadan. Nima ishchi uy qurishim uchun endi taxtalar kerak. Lekin nima deyotdim bola uzr, sal telefon bo'lib qoldi. Shuning uchun mana shu uy quraman, unga taxtalar kerak bo'ladi. U ikkinchi qismda chiqadi. Albatta chiqaraman uni ham. Sizlardan 10 ta like, 10 ta komment, albatta va 10 ta obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Ko'rishguncha charchamanglar.